3 daqiqa jismoniy faollik yurak kasalliklari xavfini kamaytirishi aniqlandi. Sidney universiteti olimlari shunday xulosaga keldi. Avvalgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hatto maxsus boshqa mashg'ulotlarsiz ham odamlar sog'lig'ini yaxshilashi mumkin, agar ular muntazam ravishda murakkab kundalik harakatlarni bajarsa. Bunga uy tozalash, do'konga borib kelish yoki bog'da ishlash kabi faoliyatlar kiradi. Olimlar bunday harakatlarni tasodifiy jismoniy faollik deb ataydi. Yangi ish doirasida tadqiqotchilar taxminan 62 yosh atrofidagi 24 mingdan ortiq odamning ma'lumotlarini tahlil qilgan. Ma'lumotlar Buyuk Britaniya Biobankidan inson geologik namunalarining yirik omboridan olingan. Tadqiqot ishtirokchilarining barchasi o'z jismoniy faollik darajasini past deb baholagan. Haqiqiy faollik darajasini aniqlash uchun ular 7 kun davomida bilagiga harakatni o'lchaydigan akselerometr qurilmasini taqib yurgan. Natijada kuniga hech bo'lmaganda o'rtacha 3 daqiqa faollik bilan shug'ullanganlarda infarkt, insult va boshqa yurak-qon tomir kasalliklari xavfi sezilarli darajada kamaygani aniqlangan.